Hurmatli obunachilar, mana keyingi baykimiz V6 250 kubalik sport baykimiz. Dizaynga o'zlaring baho beringlar, chiroyli rasmlar, chiroyli dizaynda chiqdi. Rasxoti 5,5-6,5 litr 100 kilometrga. Sovutish sistemasi moylik. Bitta silindrlik. ABS tormoz sistemasi bor. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqa olasizlar. Sergeli Xonobodda joylashganmiz. Hop. Bunda ham pultlari ikkitadan, kaltlari zapaskasi bilan. Hop, avariyka, данный ближний. Bitta zaryad qiladigan joyi ham bor. USB. Faralari ham LED fara ekan, kechqurun ham yoritishi yaxshi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz, inshaalloh. Manzilimiz o'sha. Bir ovozini eshitamiz buni endi.